Assalomu alaykum hurmatli o'quvchilar. Bugungi darsimiz Lotrixning masala haqida. Bu Lotrix jinsiy ko'payish davrida, demak 5-sinf darsligidan ma'lum. Jinsiy ko'payishda ikkita gameta ishtirok etadi. Bular ona hujayra va ota hujayra ishtirok etadi. Aynan mana shu ikkita hujayra qo'shilgandan keyin nima hosil bo'lar ekan? Zigota, ya'ni embrion hosil bo'ladi normal holatda. Ammo bularda embrion voyaga yetish davri sal boshqacha bo'ladi. Ya'ni zigotadan vaqt o'tgandan keyin 4 ta Lotrix iplari hosil bo'ladida, har biri alohida Lotrixga aylanadi. Demak, ikkita gameta, bitta zigota, 4 ta Lotrix iplari bor ekan, to'g'rimi? Bu xuddi shunday usulda ishlanadi. Endi masalalarda nima tushishi mumkin? Misol uchun, masalada yozadi. Lotrix iplar soni, Lotrix iplar soni aytaylik 64 ta. To'g'rimi? Masala shartga kelyapti. Lotrix iplar soni 64 ta. Aynan shu iplar deydi. Aynan shu iplar qancha gametadan hosil bo'lgan? Gametadan hosil bo'lgan. Misol uchun shu bitta savol, to'g'rimi? Bizga nimani sonini beryapti? Gameta sonini. Bizga Lotrix iplari soni beriladi. Bitta Lotrix ip soni qani? Eng ko'pi, to'g'rimi? Normal holatda ikkita gametadan nechta Lotrix iplar hosil bo'ladi? 4 ta hosil bo'lyapti, to'g'rimi? Endi xuddi shu jarayonda bizlar orqaga qaytaramiz. Demak, bizda iplar soni nechta ekan? 64 ta. Bu 64 ta nechta zigotadan hosil bo'lganini bilish uchun nima qilishimiz kerak? 64 ni 4 ga bo'lishimiz kerak, to'g'rimi? 64 ni 4 ga bo'lsak necha bo'ladi? 16 ta nima bo'lgan? Zigota. Zigotalar soni 16 ta bo'lgan. Bitta zigota nechta gametadan hosil bo'lyapti? Bittadan. Demak, 16 tasi nechtadan? 32 ikkita gametadan hosil bo'lgan. Tushundinglarmi boshlanishi bo'lgan? Demak, bizga nimani sonini berdi? Lotrix iplar sonini berdi, 64 ta dedik. Aynan shu iplar qancha gametadan? Bizdan so'rab berilgan raqam demak, Lotrix iplar soni, so'ralgan narsa esa bu gameta, to'g'rimi? Xuddi shunga qarab biz tepaga qarab chiqdik. Bu eng oddiy masala turi edi. Endi biroz murakkablashtiramiz. Aytaylik, Lotrix iplari Lotrix jinsiy ko'payish bilan uchun oladi. Davrida 128 ta gameta hosil qildi. 128 ta gameta hosil qildi. Aynan shu gametalar dedi. Aytaylik 50%dan zigota hosil bo'ldi. Nima hosil bo'ldi? Zigota hosil bo'ldi. Bulardan Lotrix iplari soni qancha bo'ladi? Endi bizga nima sonini berdi? Gameta sonini. Endi bizga gameta sonini berdi, to'g'rimi? Gameta soni qancha ekan? 128 ta gameta soni berildi. Hozir bu o'tgan safargi o'chirib tashlash. Bu ikkalasi shunda umumiyda 228 to'xtang. Sog'liqmi? Hamma bir ish bor. Xo'sh. Demak, gameta soni qancha ekan? 28 ta ekan, to'g'rimi? Uni necha foizdan zigota hosil bo'ldi? 64. Demak, 128 tamiz 100% bo'lsa, 50 foizimiz 64 tadan nima hosil bo'lgan? Zigota hosil bo'lgan. Demak, buni bunday qilib qo'yamiz. Bizda tagiga 64 deb yozib qo'yamiz. 64 tadan nechta zigota hosil bo'ladi? 32 ta hosil bo'ladi. Chunki ikkitadan bitta hosil bo'lyapti. Shunda 64 nechiga bo'ldik?
2 ga bo'ldik. 2 ga bo'lganimizda 32 ta zigota hosil bo'ldi. Endi mana shu zigotadan deyapti. Qancha ulotrik iplari hosil bo'ladi? 128. Ko'paytiramiz? 4 ga. Chunki bittadan nechta hosil bo'lyapti? 4 ta. 4 ta hosil bo'lyapti. 128 ta nima hosil bo'ldi? Ulotrik iplari soni. Bizga berilgan narsa gameta edi, so'ralgan narsa ulotrik iplar edi va biz uni topdik. Endi bu demak ikkinchi darajali nima ekan? Masala. Endi bundan ham sal murakkablashtiramiz. Bundan ham biroz murakkablashtiramiz. Uchinchi savol. Ulotrik zigotasi soni 512 ta. Ular umumiy gametalarning aytaylik 40%dan hosil bo'ldi. Agar 100% gameta ishtirok etganida qancha ulotrik iplari hosil bo'ladi? 1288. Xo'sh, 1288. fikrlar mulohazalar 1288. 1300 1288. ta. 256. Kimi kallasi qotib qoldi? To'xtadi. Shunday Yo'q, shundaylar. Yo'q, hammaga tushunarli bo'ldimi? Birinchi va ikkinchi savollar. Hammaga tushunarli. Uchinchi savol murakkab etilyapti. Endi bu yerda biroq boshqacha usul qo'llaysiz. Qarang. Bizga nima solingan? Zigota solingan. Har doimgidek masala shartini o'chirib tashlaymiz bu yerda. Bizga kerak emas. 32 kerak emas. Mana kerak emas, to'g'rimi? Sizlardan mana o'chirib tashlagan bo'ladi. Endi bizga zigotan soni bergan. Nechta degan? 512 ta degan. Va mana shuni hosil qilgan gametalar deyapti. Atiga 40% deyapti. Tushundinglarmi? 100% emas. 40% deyapti. Shunda 512 ta nechta gametadan hosil bo'lgan bo'ladi? Buni 2 ga ko'paytiraman, 2 ga bo'laman. 2 ga bo'ladi 256. Bo'lasiz 256. Nega bo'ladi? Bittadan ko'paytiramiz. Chunki bittadan ikkita hosil qilyapti, to'g'rimi? Shunda 512 nechga ko'paytiryapman? 2. Necha bo'ladi? 1028. Bunda qarang domlar, bittasi 512 umumiy emasmi domlar? 1024. Endi mana shu 1024 soni necha foiz dedim men? 1024 40% bo'lyapti. Ko'rasan? Chunki buni hosil qilgan gametalar umumiy gametaning necha foiz edi? 40% edi. Tushundinglar? 1024 40%, endi menga necha foiz kerak? 100% kerak. Endi qara, shu yerda sen foiz topishda biroz oddiylikka harakat qilsang bo'ladi. Qanday? Sen har doim agar shunaqa katta foizlarda ishlayotgan bo'lsang va bitta tomoni 0 bo'lsa, 10% topib olsa-da yetadi. Tushundinglar? 10%. Buni uchun nima qilasan? Mana bu 40 ta 10% ni topish uchun nechaga bo'lishim kerak? 4 ga bo'lishim kerak, to'g'rimi? Demak, buni ham nechaga bo'laman? 4 ga bo'laman. 1024 ni 4 ga bo'lsa necha bo'ladi? 256. 256. Demak, bu necha foiz bo'ladi bu? 10% bo'ladi. Chunki men 40 ni nechaga bo'ldim? 4 ga. 44 ga bo'lsa necha bo'ldi? 10, to'g'rimi? 40 10% ni topishim uchun 40 ni 10 ga bo'ldim. Buni ham 4 ga bo'ldim, necha chiqdi?
10%'lik kelib chiqdi. 256 demak necha foiz? 10%. Endi 100% topish osonmi? Shunchaki buni necha ko'paytiraman? 10% menga ma'lum bo'lsa, uni 100% qilishni necha ko'paytiraman? 10 ga ko'paytiraman. Chunki 100 ichida necha o'q bor? 10 ta 10 bor, to'g'rimi? Shunda men buni necha ko'paytiraman? Necha bo'ladi? 2560 ta gametda demak necha foiz bo'lgan? 100% bo'lgan. Demak 100% shuncha ekan. Tushunyapsanmi? Kim tushunmayapti? Kim tushunmayapti? So'rasin. Tushunyapsan? Sen tushunyapsan? Shaqir. Demak 2560 dan necha foiz bo'ldi? 100% bo'ldi. Endi hammasini yana oddiy grafikga tushiramiz. 2560 dan gametdan bo'lsa, buni zigota bo'lishi necha bo'laman? 2 bo'laman. 2560 dan 1230. necha? 1280. 1280. 1280 ta nima? Zigota, to'g'ri? Endi buni har biridan 4 tadan hosil bo'lsa necha ko'paytiraman? 4 ga. 1280 da necha bo'ladi? 5120. Bunisidan buni ko'proq ekan? Lekin ishlatsa bo'ladi, to'g'rimi? 512 ni bitta Qiyin, jamlash qiyin emas, to'g'rimi? Faqat sizlar tushunib olishdan kerak bo'lgan narsa foizini ajratib olsanglar bo'ladi. Tushundingmi? Lekin masala tushunarli bo'ldimi? Asosiysi ikkita gameta, bitta zigota 4 tip bo'lishi eslangdan chiqadi. Tushundinglarmi? Domla shunda boyagi 512 bu faqat bitta gametadan olinganmi? Tushunmadim. Boyagi 512 ta 512 son o'sha faqat bitta gameta uchunmi yo ikkalasi umumiysimi? Bitta gametada 40%. Bitta gametadan zigota hosil bo'lmaydi. Yo'q, bitta gametada 512 ta, keyin ikkinchisi yana 512 tamidi. Qayerda? Ana 500. Boshida berishdagi. Boshidagimi? Hop. Faqat u bitta gameta uchunmi yoki ikkala gameta birlashib shu 512? Ikkala gameta birlashib turib. Shuning uchun men 512 dan necha ko'paytirdim? 2 ga. Chunki menda ikkita gameta bitta zigotani hosil qilgan, to'g'rimi? Men gametani sonini topishim uchun 1024 da ikkita gametani bittaligini topib olishim kerak. Menga mana bittani berdi. Shunda men mana 1024 ni 40% ligini topdim. Chunki masala sharti nima dedi? 512 ta zigota bor edi, ular dedi. Umumiy gametalarning necha foizi? 40% dedi. Shunda 1024 necha foiz bo'ldi? 40%. Endi men 100% topishim uchun agar shunda qiynaladigan bo'lsang dedi, shunchaki nimani topib dedim? 10% topib dedim. 40 ta 10 topishim uchun 4 ga bo'laman. Uni ro'parasiga sonni ham 4 ga bo'lib qo'ya qolsam, shunchaki menda necha foiz chiqdi? 10%. Endi uni 100% ga aylantirib shu necha ko'paytirdim? 10 ga. Shunda javob 260. Endi menda umumiy gametalar soni ma'lum. Deymi? Ana endi umumiy gametalarda struktura bo'yicha tushib ketsam bo'ldi. Natija javob ne chiqdi? 5120 chiqdi. Masala hammaga tushunarlimi? Hech kimda tushunmovchilik bo'lmadi? Ishla olasizlar, tushib qolsa qiynalmaysizlar.